Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkiston surgun hukumatining 5-iyul qirg'inchilik kunidagi namoyish chaqiriqi. Xitoy tajovuzchilarining tashviqoti avjiga chiqmoqda. Mark Rubio Xitoy Palla akademiyasiga jazo berishni talab qildi. Sog'lomlik haqida. Tövəndəki xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. 2009 yılı 26 iyun günü Uygurlarning hozirgi zamon tarixidagi burilish xarakterlik voqealarning biri bo'lgan Qanliq Shavgan voqeasi yuz bergan kun. 12 yil avval yuz bergan bu voqea Uyg'ur tarixi betida yana bir ochiq sahifaga aylangan. 2009 yılı 26 iyun günü Guangdongning Shavgan shahridagi Shuri o'yinchiq zavodida ishlayotgan 800 atrofidagi Uyg'ur yoshchilar kechilik uyqusini uxlayotganda Xitoy ishchilar tor betida e'lon qilingan Uyg'ur ishchilar 2 nafar Xitoy qizga bosqinchilik qildi degan soxta xabarga asosan zavoddagi 10 mingdan ortiq Xitoy ishchining rahimsizlar hujumga uchragan. Naq maydon video ko'rinishlari va shu zavoddagi tayoq yegan ishchilarning ham voqeadan xabardor kishilarning inkoslaridan ma'lum bo'lishicha, shu kuni palta, pichoq va temir kaltaklar bilan qurollangan 10 mingdan ortiq Xitoy ishchilari Uyg'urlarni xuddi chashqonlarni ur qilgandek qo'g'lab turib urgan. Ularni rahimsizlarcha kaltaklab o'ldirgan. Shu chaq tarqalgan ko'rinishlarda zavod xorosining qoniga bo'yalganlik ko'rilgan. Xitoy tajovuzchilari azaldan millatlar siyosatida cho'ng xitoychilik ideyasini aks ettirib kelgan. Shavgan voqeasida odam urg'uchilarning Xitoy bo'lgani uchun yerlik hukumat Xitoyga yon besish pozitsiyasida bo'lib, Uyg'urlarning o'limiga sababkor bo'lgan qotillarni jazolamagan. Bu ishga norozi bo'lgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur yoshlari 5-iyul kuni Xitoy hukumatidan o'z qarindoshlarining o'limi uchun adolat talab qilib, tinchlik bilan namoyish etgan. Ammo Xitoy hukumati xalq maydonida bu ishga qatnashgan Uyg'ur yoshlarini qurol kuchi bilan bostirib tutqun qilgan. Natijada tinchlik bilan elib berilgan namoyish to'qinishga aylangan. Xitoy Kompartiyasining sistemalik, g'arazli holda epagan qonliq bostirishi haqiqatan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat. Bugun Sharq Turkiston yuz bergan voqealarga qaraydigan bo'lsak, aniqki 2009 yili 5-iyul kuni Urumchidagi vahshiylik amaliyoti Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga qaratgan sistemalik irqiy qirg'in qilish siyosatining bir qismi. Buningdan boshqa 5 milliondan 9 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek xalqlarining Xitoy Kompartiyasi atalmış kasbiy ma'arif maktablarida atalgan jazo lagerlariga so'lagan. Uyg'urning nupusining ko'payishini to'sish uchun Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib qo'ygan. Uyg'ur kichik bolalarni o'z oilasidan majburiy ayirib Xitoycha tarbiyalagan. Uyg'ur qizlarning roziliqsiz Xitoy erlar bilan to'y qildirilishi, musulmonlarni Xitoy uslubidagi islom diniga ishonishga majburlash 1951 yili 12 yanvardan boshlab yo'lga qo'yilgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga asosan irqiy qirg'inchilik jinoyati doirasiga kirgan. 5-iyul Urumchi voqeasi Uyg'urlar tarixida irqiy qirg'inchilik kuni deb qaralib, butun dunyodagi Uyg'urlar bu kunni xotirlab Xitoy Kompartiyasiga norozilik bildirib kelmoqda. Shu munosabat bilan Sharq Turkiston surgun hukumati hozirgi Uyg'urlarga bo'layotgan xalqaro vaziyatdan foydalanib, 5-iyul kuni muhojirat yashayotgan Uyg'ur xalqini o'zlari turishlik davlatlarda butun dunyo xalqiga Xitoy Kompartiyasining razil qonxo'r yuzini davomli to'ndish uchun namoyish qilishga chaqiriq qildi. Biz o'zimiz ko'chaga to'kilishimiz kerak. Biz mush xalqlarga irqiy qirg'inchilik bo'layotdi. Allohga rozi bo'lsin, rahmat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganliging uchun. Ammo bu yetarli emas. Xalqimiz kunda qirilyotdi. Kunda o'ltirilyotdi. Kunda bosqinchilik uchrayotdi. Kunda organlar shukab ketyotdi. Buni to'xtatish uchun amaliy harakat qilishing kerak ey dunyoda. Biz xalqaro chaqiriq qilishimiz kerak o'z qarindoshlar. Shuning uchun men yana deydigan, dunyoning har qaysi joylaridagi, qaysi tashkilotdan bo'lishingiz qat'iy nazar, qaysi dinchi bo'lamsiz, demokratchi bo'lamsiz, millatchi bo'lamsiz, boshqa bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar kichikina vicdanınız bo'lsa, haqiqatan vatanim deydigan bo'lsangiz, xalqim deydigan bo'lsangiz, o'tirib chiqsiz. Va shu o'zingizning turishlik davlatlarimizdagi, atrofimizdagi shu yerdagi jamoatni bir yerga to'plab, shu davlatning ya tashqi ishlar ministrligining oldida, ya parlamentining oldida cho'ng ko'lamli namoyish qilib, xalqimizning talablarini, arzularını xalqaro bildirishimiz kerak va xalqaroni harakatga chaqiriq qilishimiz kerak o'z qarindoshlar. Sharq Turkistonda Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yilligini xotirlash faoliyatlari yuqori pallaga chiqqan bo'lib, hukumat amaldorlaridan tortib avom fuqarogacha partiyaga qasam berish, partiyani kuylash, partiyaga rahmat aytish, partiyaga mangu agish faoliyatlari jonlanib ketgan.
Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 22-iyun kuni atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik partikomining sekretari Qin Chuango, muavin sekretari Shuhrat Zakir va Bingtuan amaldorlari atalmish 8-armiyaning Xinjiangda turishliq ish bajarish o'rni xotiri sarayida ziyorat va o'rganishda bo'lgan. Hamda yangi partiya kirganlar bilan birlikda qasam berib, atalmish partiya ruhini qayta urg'utgan. Qin Chuango yana yangi partiya a'zolari vakillarini qabul qilib, Xi Jinpingning yangi davr Xitoy sotsializmi ideyasi bilan qo'llanib, Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiang siyosatini qat'iy izchillashtirish uchun to'p qo'shishga ilhom bergan. Buningdan boshqa Sharq Turkistonda yana vatanparvarlik tarbiyasida namunalik 5 o'rin baholanib chiqqan bo'lib, ular Xitoy ishchi dehqon 4-Qizil armiyasining atalmish Xinjiangga kirish xotiri sarayi, Mavzimin xotiri uyi, Qarmay muzeyi, Qurbon Tulum xotiri sarayi, Ujiyachu shahri harbiylar bo'z yer o'zlashtirish muzeyi qatorliqlar ekan. Yaqindan buyon chet ellardagi Xitoyga moyil bir qism Uyg'urlar ijtimoiy aloqa munbarlaridan undidor TikTok, Instagram qatorliqlarda o'z kimligi bilan o'tirg'i chiqib, Xitoyni madiyalaydigan tashviqotlarni boshlagan. Bu xil kishilar o'z tashviqotida bir tarafdan Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosatini madiyalab, Uyg'urlar Xitoyda baxtli yashayotdi degan tashviqotini qilsa, yana bir tarafdan Xitoy davlatining birligi va Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan sadoqatini ifodalaydigan tashviqot faoliyatlarida bo'lgan. 18-iyun kuni Xi Jinping Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining doimiy heyatlarini yig'ib, o'zi bosh bo'lib partiyaga bo'lgan sadoqatini yangilagan. Xi Jinping oldida turib qasamnomani o'qigan. Boshqa Xitoy davlat rahbarlari Xi Jinpingning so'zini takrorlab, partiyaga bo'lgan sadoqatini yana bir qatim bildirgan. Sharq Turkistonda Qin Chuango qatorliqlarning bu qatimni qasam berishi kommunist Xitoyning eg'ir besimiga uchrayotganligini, qancha besimga uchirgancha atalmish odoqchi ko'rash qilish qasamlarini shuncha o'nlik vaqiraydiganligini ko'rsatib berdi. Xitoyning vatanparvarlik tarbiyasi yapardigan namunalik o'rinlari asosan degudek, kommunist Xitoyning ishg'oliyat tarixini xotirlash orqali o'z hokimiyatini mustahkamlashni maqsad qilgan o'rinlar hisoblandi. Xabarda ta'kidlanishicha, Xi Jinpingning partiya bayramini o'tkazishdan ilgari yuqori darajadagi bexatarlik tadbirlarini barpo qilishi, partiya ichida sadoqat bildirib qasam ichishi va tashviqot qurollarini ishga solib partiyaga bo'lgan sadoqatini tashviq qilishi uning xotirjam bexatar emasligining bir dalili hisoblandi. Kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoy Kompartiyasi o'zining tashviqot xizmatiga azaldan ahamiyat berib kelgan bo'lib, atalmish partiya madaniyati uning yadroliq qismi hisoblanadi. Xi Jinping taxtga chiqqandan boshlab Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi tashviqot faoliyati keng ko'lamlik va zo'ravonlik bilan olib berilgan. Xitoy virus yuqumi dunyoning har qaysi joylarida avjilib, 3.900.000 dan ortiq odamning o'lishini keltirib chiqardi. Amerika Kengash palatasi axborot komitetining muavin raisi Marco Rubio 22-iyun kuni Xitoy tajribaxonasida texmo qo'rqinchli ishlarning borligini, Xitoy Kompartiyasi balkim texmo ajallik va buzg'unchilik kuchlik vayron qiluvchi xarakterlik virus urushini planlayotganligini oshkorlagan. Xitoy Kompartiyasi xalqaro jamiyatning Xitoy virusining kelib chiqish to'g'risidagi tekshirishiga davomli to'sqinlik qilganlik uchun Amerika Cumhuriyetchilik partiyasining Oliy Kengash palata a'zosi Marco Rubio 21-iyun kuni Xitoy Palla akademiyasi, munosabatlik tadqiqot apparatlari va texnik shirkatlariga jazo berishni talab qiladigan 2021-yillik Xitoy virusi qonun loyihasini o'tirib qo'ygan. Bu qonun loyihasi e'lon qilinib 90 kundan keyin Xitoy Kompartiyasi yana xalqaro jamiyatning Wuhan virus tajribaxonasiga kirib, Xitoy virusining kelib chiqishini tekshirishiga yo'l qo'ymasa, Xitoy Kompartiyasining organlariga, ya'ni Xitoy Palla akademiyasining rahbarligi, Xitoy Palla akademiyasining 100 dan ortiq tadqiqot o'rni va tajribaxonasi, yerlikdagi 13 tarmoq va 2 universitet qatorliq o'rinlarga jazo yurgizish huquqi berilgan. Buningdan boshqa mazkur qonun loyihasi Amerikada federatsiya mablag'iga erishgan shaxs yoki organning Xitoydagi har qanday shaxs yoki organ bilan virus tadqiqoti hamkorligini cheklagan. Marco Rubio bu yangi qonun loyihasini tunishtirganda, o'zlarida bor bo'lgan uchurlar qaraganda Xitoy Kompartiyasi tajribaxonasi davomli keyingi g'oyat zo'r tarqalishchan zukamni planlayotganligini, uning kasallik ahvolining hozir butun dunyoga tarqalgan Xitoy virusidan og'ir, ajallik va vayron qiluvchi xarakterga ega ekanligini, Xitoy tajribaxonasida texmo qo'rqinchli ishlarning borligini, Amerikaning harakatga kelib xalqaroning inkosiga rahbarlik qiladigan paytning kelganligini, faqat Wuhan tajribaxonasini atrofli tekshirish ekanligini bildirgan. Badaningizda nima kamligini bilamsiz? Tuvandikilardan bilib oling. Oqsil kamchil bo'lsa, sovuqdan qo'rqadi. Muskullar bo'shishadi. Ko'krak qismi sangilgandek sezim bo'ladi. Oson qo'rq tushidi, o'sib yetilishga ta'sir etadi. Immunitet kuchi tuvallaydi. Oson zukam bo'ladi. Oson charchab, ko'pish iqdori tuvallaydi. Qon ozliq, oson qayrish, kech tushish, tirnoqlar yerilish, yara eg'izi patsa qaymaslik alomatlari ko'riladi. Beturdik vitaminlar kamchil bo'lsa, inkosi asta, ko'zlari nursiz bo'lib qitishadi. Qiziridi, ruhiy tushkun bo'lib, as tutish iqdori tuvallaydi, sababsiz ochiqlaydi. Terikidi, ishtahosi tutiladi, lavlari yeriladi, javg'a yollig'i bo'ladi. Eg'iz puraydi, oson charchaydi, issiq ishib ketadi. Terining sezimchanligi eshib, oson reaksiya beradi.
beshi og'rib, ko'ngli elishib yondiradi. Vitamin C kamchil bo'lsa, og'zi qurib, tili yiriklashib, immunitet kuchi tuvallaydi. Tish miligi oson qanaydi. Oson zukam bo'lib, teriga osonlab so'sindoq tartuq paydo bo'ladi. So'ngak to'qilmalari ojizlaydi. Qaradog' paydo bo'ladi. Ko'zga osonla oq tushib, ayollarda baliyatqi bo'yin raki bo'lish nisbatini o'rnatadi. Vitamin E kamchil bo'lsa, odat xarakterlik bo'yidan ajrash, ishga ajralma qalaymi-qalashish, tug'maslik, odat normalsiz bo'lish, odatdan burunqi yig'indi kasalligi, yara ig'izida tartuq qilish, doni xo'rak chiqish, ko'zi olg'ay bo'lib qolish, qerish, qiyrilik dog'lari paydo bo'lish, o'pka iqtidori tuvallash alomatlari bo'ladi. Vitamin A kamchil bo'lsa, ko'zi qurg'oqlashish, ko'rish quvvati tuvallash, namasham qarg'usi, burun, yutqunchoq, kekirdak, immunitet kuchi tuvallash, oson yallig'lanish, reaksiya berish, teris qurg'oq bo'lish, quloq mulg'iy ko'p bo'lish, quloq qichish, choch kepki bo'lish, chechish tushish, o'pka iqtidori tuvallash, suydik va ko'piy sistemasi iqtidori tuvallash alomatlari ko'riladi. Kalsiy, magniy kamchil bo'lsa, oson tush ko'rish, cho'chib uyg'onib ketish, as tutish iqtidori tuvallash, kayfiyati turaqsiz bo'lish, beshi og'rish, ko'psiyish, put-qo'llar tortishib qolish, tishni g'o'chirlatish, muskullar tortishib qolish, osonli sunish, sababsiz og'riqlar, yurak selish, to'li gap qilish, bolalarning bo'yi o'smaslik, siyib qo'yish, ayollarda odat og'ritib kelish alomatlari bo'ladi. Talomodis kamchil bo'lsa, ich qetib qilish, kemoroy, oson tosh tushish, doni xo'rak chiqish, vino o'smasi, semizlik, xolesterin yuqirlash, huchay chaplashib qilish alomatlari ko'riladi. Beliqmi kamchil bo'lsa, yashanganlardagi divanglik, as tutish iqtidori tuvallash, mayda erishchan vitaminlarni saqlayolmaslik, terilik qurg'oqlashish, ko'rish quvvati chekinish, sovuqdan qo'rqish, bo'g'im yallig'i, yurak muskul kasalliklari, bola emitayotgan ayollarda sut ozlash alomatlari ko'riladi. To'mir va yaproq kislotasi kamchil bo'lsa, as tutish iqtidori tuvallash, diqqatini yig'olmaslik, o'g'inish chekinish, put-qo'llar muzlash, oson uyushib qilish, ich siqilish, o'q tortish, yuzlari tatirish, tirnoq shakli o'zgarish, topini oson yerilish, oson charchash, ro'yi tushkun bo'lish, tili ishib qilish, harakati ostilash, homildor ayollar bo'lsa, ko'ngli elishish, yondirish, kamtuk, g'ayri tug'ib qo'yish alomatlari ko'riladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.